Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun 10 noyabr Euro USD ni kunlik time frame turibmiz. Bugungi yangilik va haftalik yangiliklarni ko'radigan bo'lsak, 10 noyabrga dollarga yoki yevroga qizil papkada yangilik yo'q ekan. Xo'sh, demak, ertaga yevroga ham USDga ham bank holiday ekan. Chorshanba kuni yana yangiliksiz. Payshanba kuni ham yangilik. Payshanba kuni tentative CPI yangiliklarimiz bor ekan. Aniq vaqt belgilanmabdi. Shu ham asabga tegadigan narsa. Juma kuni keyin PPI yangiliklari ham tentative turibdi demak. Bizni oldinda mashaqqatli hafta kutib turibdi ekan demak. Xo'p, bugun yangilik yo'q ekan. Kunlik tarafdan market tahlilni boshlaymiz. Xo'sh akalar, e'tibor bersanglar, bizda birinchi bo'lib PDRA zonamizga, ya'ni IFUG mitigation blokimizga ichki kurtimizga birinchi candle keldi. Va bu short term candle sifatida ko'riladi va bu target qilinadi, ya'ni PDRA zonamizga ichki kurtiga narx keldi, endi sell qaraymiz degan joy yo'q. Birinchi short term candlelari yechilishi kerak. Undan keyin market maker sell modelini qarasak bo'ladi. Bugungi marketda ochilganiga e'tibor bersanglar, ochilib pastga manipulyatsiya qilgan va tepaga qarab chiqib ketyapti va shu zonadagi highni target qilishini kutib ishlasak bo'ladi bugun. Ya'ni highni ko'tarilib slip qilsa, undan keyin ertadan pastga qarab ketishini, tashqi kursiga market maker sell modelini boshlanishini kutsak bo'ladi bemalol. Demak, biasimiz bugun ham bu ekan va o'tgan kunni PDX'sini target qilar ekanmiz. MTF time frame'iga o'tadigan bo'lsak, xo'sh, demak, MTF time frame'iga e'tibor beringlar. Ichki kursiga birinchi kelgan ichki kursini rangini besh qo'yaylik. To'g'ri bo'laveradi. Ichki kursiga kelgan birinchi short term candle bu o'tgan kunni high demak, mana shu zonadagi high kursi, shu kursi target bo'lishini kutyapman men bugun. Oxirgi price actionga e'tibor bersanglar, narx pastga minimum maksimum yasab, bir marta pastga tushib, shu zonadagi minimumlarni yechib berdi-da, undan keyin ko'tarilib yana pastga qaytganda shu zonadagi minimum bilan S&P hosil bo'ldi. Dollarda shu zona yechilgan. Demak, S&P bor. Ya'ni bu S&P narxni tepaga jo'natib berishga katta harakat qiladi. Endi 8 minutdan keyin 1 soatlik candle'imiz yopilar ekan va Londonda birinchi candle ochiladi. Demak, mana bu zonadagi S&P midnightdan keyin narx pastga tushib, dead zone'da minimum qoldirgan bo'lsa, 7 minutdan keyin yopiladigan candle'ga e'tibor beramiz. Mana bu zonadagi highni tanas bilan buzib o'tadigan bo'lsa, pastdagi S&P tasdiqlanadi va Londonda birinchi candle bizga yana tepaga yurish qilib bersa, bizga yangi range yasab berishi mumkin. Ya'ni 3 ta candle tashlab, keyin pastga kun davomida tushadigan bo'lsa, overlapda New York Hill zonada yana dalash tepaga narxni ketishini va PDX'ni target qilishini kutsak bo'ladi. Ya'ni bugungi planimiz o'sha tepadagi buy side kursini yechilishi va shu buy side kursini yechish planlarini izlasak bo'ladi. Meni hozirgi planim shu. Shu hozirgi candle yopilsa, London yana bitta puls bilan tepaga yurib bersa va range yasasa, o'sha rangedan qiziqib ko'rmoqchiman. Ya'ni range qoldiradigan PDRA zonadan pozitsiya qarab ko'rmoqchiman va mana zonadagi highni tanas bilan olishi ham menga bitta qanaqadir MSS sifatida ko'rmoqchiman. Ya'ni shuning uchun ham London Hill zonada paka savdo ko'rmayapman. Ya'ni London Hill zone bugun range yasab berishini, ya'ni e'tibor bersanglar, midnightdan keyin narx pastga tushib, pastda S&P hosil qilib, undan keyin tepaga qarab ketyapti, to'g'rimi? Ya'ni kunning low nuqtasini hozir yasaldi deb Londonda dalash buy pozitsiyalarni 5 minutlik time frame'da qarash noto'g'ri bo'ladi. Shuning uchun ham London Hill zone rostdan tepaga narxni
borishini ta'minlash sifatida bitta range yasab bersa, o'sha rangelardan keyin overlapda pastga tushish bo'lsa va New York Hilton ochilib tozalab, undan keyin tepaga narxni jo'natib berishini kutsak bo'ladi demoqchiman. Xo'sh, demak 5 minutlik time frame'ga o'tsak, besh minutlik time frame'da pastdagi boyagi 1 soatlikdagi minimumlar bilan SMT, London Hilton'da ochilish nuqtasini midnight pastga qo'yganman, ya'ni boya aytgandek London srazu tepaga yurish qilib berishini kutyapman dedim, to'g'rimi? Ya'ni London Hilton tepaga yurish boshlab keyin pastga tushish, ya'ni o'zini Hilton tugash arafasida bitta korreksiya liquidity yasab ketsa, undan keyin 1 soatlik time frame'da o'sha London ochilgan nuqtalardan yoki Osiyo bilan tutashgan nuqtalarda PDRE zona, ya'ni 1 soatlikda PDRE zona qoladigan bo'lsa, New York Hilton ochilganda o'sha PDRE zonaga narxni overlap yetkazib berishini va New York Hilton ochilib hammani tozalab, keyin MSS berishini, undan keyin market maker buy modeli smart money reversal bo'lishini kutyapman. Ya'ni kun ochilish nuqtasi va kunni minimumi, kunni strukturasi, range va overlap korreksiya qilib New York Hilton'da smart money bo'lishini kutyapman. Demak, bugungi ideya ham shu. Agar marketda boshqacharoq price action ko'radigan bo'lsak, update sifatida kanalimga qo'yaman. Aktiv bo'lib turinglar. Kuninglar yaxshi o'tsin. Charchamanglar.